Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Mohinur To'rabayeva. Temir yo'l sohasiga oid qabul qilingan yangi qonunchilik hujjatlari haqida O'z temir yo'l nazorati inspeksiyasi axborot xizmati rahbari Firdavs Xayriddinov intervyusida. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligining temir yo'l transporti hamda metropolitenda harakat va tashishlar xavfsizligi talablarining buzilishi bilan bog'liq hodisalarni tasniflash, xizmat tekshiruvini olib borish va hisobga olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi buyrug'i to'g'risida ma'lumot beramiz. Buyruq 2022-yil 27-iyulda Adliya vazirligidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Mazkur buyruq O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan O'z temir yo'l nazorati inspeksiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqildi. Buyruqda nazarda tutilgan vazifalar: temir yo'l transporti hamda metropolitenda sodir bo'lgan harakat xavfsizligi buzilish holatlarini tasniflash mezonlarini belgilash, harakat xavfsizligi buzilish holatlari bo'yicha xizmat tekshiruvini tashkil etishda davlat organlari va idoralarining o'zaro hamkorligini ta'minlash, harakat xavfsizligi buzilish holatlarini xolisona tasniflanishini ta'minlash, davlat organlari tomonidan temir yo'l transporti va metropolitenda sodir bo'lgan harakat xavfsizligi buzilish holatlari hisobini yuritish, harakat xavfsizligi buzilish holatlari sabablarini aniqlash. Buyruqni tayyorlashda 1520 yagona izlar oralig'i yagona temir yo'l makonidagi mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlarning tajribasi o'rganildi va qo'llanildi. Temir yo'l transporti hamda metropolitenda harakat xavfsizligi buzilishlari bo'yicha barcha hodisalarni hamda harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishlarining sabablari, oqibatlarini hamda ushbu hodisalarda aybdor bo'lgan shaxslarni aniqlash, shuningdek kelgusida harakat va tashishlar xavfsizligi buzilishlari kelib chiqishini oldini olish maqsadida xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Xizmat tekshiruvini o'tkazish muddati 15 ish kundan ortiq bo'lmasligi kerak. Ekspertiza va tekshiruv materiallari asosida temir yo'l transporti subyekti yoki Toshkent metropoliteni davlat untar korxonasi tomonidan harakat xavfsizligining buzilishi bilan bog'liq yo'l qo'yilgan hodisalarning qayta takrorlanmasligini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Chora-tadbirlar rejasining amalga oshirilishi to'g'risida hisobot 30 ish kundan oshmagan muddatda tegishliligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi hamda O'z temir yo'l nazorat inspeksiyasiga taqdim etiladi. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari ishtirokida ma'naviyat va ma'rifat tadbiri o'tkazildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 2-mintaqaviy hududi To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limida xizmat olib borayotgan xodimlar bilan ma'naviyat va ma'rifat tadbiri o'tkazildi. Tadbirda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi To'rtko'l tumani bo'limi rahbari Settiyev Jonibek Sapayevich ishtirok etib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-avgustdagi 213-sonli qarori talablari tushuntirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2022-yil 7-sentyabr kunidagi 198-sonli farmoyishiga asosan joriy yilning 10-sentyabr kunidan 10-oktyabr kuniga qadar ichki ishlar organlarida kasbiy tayyorgarlik oyligi deb joriy etilganligi, ushbu oylik doirasida ichki ishlar organlari xodimlarini kasbiy mahoratlarini yanada oshirish borasida bir qator tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirilishi belgilanganligi aytib o'tildi. Beruniy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan paxta qabul qilish maskanlarida yong'inga qarshi xavfsizlik uchun chora-tadbirlar olib borilmoqda. Galdagi lavhamiz shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan Beruniy klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lgan paxta qabul qilish maskanlarida favqulodda holatlarning yong'in xavfsizligiga rioya qilish bo'yicha paxta qabul qilish maskanlarining yong'inga qarshi suv manbalari o'rganib chiqildi. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yong'in xavfsizligini oldini olish bo'yicha ulardagi o'rnatilgan suv manbalarini o'rganish ishlari olib borildi. Navbatchi smenalar bilan birgalikda va hozirgi kunda bularning sozligi aniqlanib, kichkina kamchiliklar ham borligi aniqlandi, lekin shu joyni o'zida bartaraf qilish ishlari yakunlandi. Kelgusida paxta yig'im-terim davomida o'zimizning xodimlardan ham paxta qabul qilish maskanlariga xodimlar biriktirildi.
O'rganish ishlari davomida yong'inga qarshi suv manbalari sinovdan o'tkazilib, tayyor holatda ekanligi aniqlandi. Maskanda tuzilgan yong'in o'chirish ishchi xodimlariga ham yo'riqnoma berilib, o'rgatish ishlari birgalikda olib borildi. Galdagi lavhamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi oila va xotin-qizlar faoli lavozimida ish yuritayotgan Shahlo Ro'zibayeva haqida. Bugungi kunda ijtimoiy yordamga muhtoj, moddiy taraflama qiynalgan fuqarolarga yordam berish va o'zi xohlagan soha bo'yicha tadbirkorlik qilish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Navruz mahalla fuqarolar yig'inidagi ayollar daftarida turuvchi bir nechta ayol-qizlarga mahalla raisi boshchiligida hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi va profilaktika noziri ishtirokida ayollar daftaridagi fuqarolarga tadbirkorlik faoliyati bo'yicha va subsidiya asosida tikuv mashinasi topshirilib, moddiy taraflama yordam berildi. Hozirgi kunda bizda mahallamizda 18 nafar ko'cha bekasi, 15 nafar faol targ'ibotchi ayollarimiz va 15 nafar oqila ayollar harakati a'zolari jamoatchilik asosida faoliyat yuritib kelmoqdalar. Bu bilan biz mahallamizdagi ayol-qizlar o'rtasidagi jinoyatchilikni oldini olish, ajrimlarning oldini olish, salbiy holatlarning oldini olish bo'yicha joriy yil 9 oylik holatiga bizning mahallamizda ayol-qizlar o'rtasida jinoyatchilik va salbiy holatlar kuzatilmadi. Bu ham bizning shu mahallamizdagi faol jamoatchi ayollarimizning mehnati deb bilamiz. Ayollar daftarining 3-bosqich 3-toifasiga kirgan Sharofat Adambayevaga kerakli tibbiy yordamlar ko'rsatilib turilgani va plastik kartasiga bir martalik 1 200 000 so'm tushganligi sababli mamnun bo'lganligini ta'kidlab, o'z minnatdorchiligini bildirib o'tdi. Menga bir marta moddiy yordam berildi. Buning uchun prezidentimizga katta rahmat deyman. Mahalla raislariga, hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ayollar daftarida turgan Maryamjon Yusupova ham tadbirkorlik borasida faol bo'lib, o'z uyida tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi Xurshida Madaminovaning tashabbusi bilan birgalikda hokim yordamchisi Ruslan Hajiyev tomonidan subsidiya asosida tikuv mashinasi foydalanishga topshirildi. Ushbu ko'rsatilgan yordamdan mamnun bo'lgan fuqaro endilikda tikuvchilik faoliyatini yanada kengaytirishligini ta'kidlab o'tdi. Uyda tikish-bichish ishlarini qilaman. Subsidiya asosida menga mashina berishdi. Shu mashina bilan endi o'zimni o'zim band qilib, ishlarimni kattaytirmoqchiman. Prezidentimizga, hokim yordamchisiga, yoshlar ishi yetakchisiga, hammasiga katta rahmat aytaman. Ayollar daftarining 3-bosqich 6-toifasida turgan fuqarolar Shirinjon Rajabova va Nasiba Bekkabulovalarning uylariga borib xabar olindi. So'ngra mahalla fuqarolar yig'ini otinoyisi tomonidan sovg'alar berildi. Ayollar daftarining 2-bosqich 1-toifasida turib subsidiya asosida tikuvchilik mashinasi bilan ta'minlangan Feruza Sultonovaning xonadoniga tashrif buyurib, uning ish faoliyati bilan tanishdilar. Tikuvchilik faoliyati davomida bir qator shogirdlar yetishtirganini va oilasiga ham moddiy tomondan daromad qilib turganligini aytib o'tdi. Hokim yordamchilari aholi bilan har kuni ishlab, odamlarga davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlarni yetkazib, tadbirkorlikka va dehqonchilikka o'rgatish orqali ularni kambag'allikdan chiqarish yo'lida tinimsiz izlanishda bo'lmoqdalar. Bu haqda batafsil ushbu lavhamizda. Beruniy tumanidagi Nayman mahallasi bilan tanishar ekanmiz. Aholisi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishini bilish unchalik qiyin emas. Keng dalalar, shu bilan birgalikda bog'-rog'lardan iborat bu hududda yanvar oyidan ish boshlagan hokim yordamchisi Sherzod Xudoyberganovning faoliyatini o'rgandik. Men Nayman mahalla fuqarolar yig'inida 2022-yil 10-yanvarda hokim yordamchisi sifatida o'z ish faoliyatimni boshladim. Bu yerda ish faoliyatini birinchi aholini xatlovdan o'tkazishdan boshlaganmiz. Xatlov natijasida ishsiz fuqarolarni aniqlab, ishsiz fuqarolarga imtiyozli kreditlar, auksionga qatnashtirib 10 yil ijara shartnomasi asosida yerlar berilyapti. Hozirgi kunda aholi shu yerlardan samarali foydalanib daromad olib kelmoqdalar. Tizimli ishlar jarayoni mahalladagi har bir xonadonlar bilan tanishish va xatlov jarayonidan boshlandi, deydi biz bilan suhbatda hokim yordamchisi. Mahalladagi 5 talik jamoa bir-birimizni to'ldiramiz, chunki biz bir oilamiz. Har bir xonadonning moliyaviy va ijtimoiy ahvolini o'rganib, ularni o'zlari qiziqqan sohalar bo'yicha yo'naltirish asosiy vazifamiz, deya aytib o'tdi. Aholi soni 6294 nafar bo'lgan Nayman mahallasida 4 ta maktab,
9 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, bitta oilaviy poliklinika mavjud. 3 kilometrdan ortiq tuproq yo'llarga qum-shag'al aralashmasi yotqizilib tekislandi. Bu ham aholi uchun bir qulaylik sanaladi. Mahallaning draver sohalaridan tashqari tadbirkorlikni tashkil qilish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Non va non mahsulotlarini tayyorlash sexi ishga tushirilib, 2 ta yangi ish o'rni yaratildi. Oldin ishsiz edik. Shu ish boshlash maqsadida hokim yordamchisiga murojaat qildik. Kredit olish maqsadida kreditimizni hokim yordamchisi tez olib berdi. Kreditning nesinde toza nonlarni pishirib berish uchun shu duxovkalarni oldik. Har xil shirinliklar, pelemen, tort yetishtiramiz. Sex ochdik shu yerda. 2 odam bo'lib ishlaymiz hozir seximizda. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bugungi kunning talabi. Shuni hisobga olgan holda 1 milliard 910 million so'mlik imtiyozli kreditlarni shu yo'nalishga qaratish natijasida 56 nafar fuqarolar kredit olib faoliyatini boshladi. Ushbu ajratilgan kreditlar maqsadli ishlatilishi yuzasidan monitoring ishlari har oyda olib borilmoqda. Yuqorida ajratilgan imtiyozli kredit natijasida 3 ta xo'jalik yurituvchi subyektlar tashkil qilinib, 12 nafar fuqaro doimiy ish hamda 65 nafar fuqarolar o'zini o'zi band qilib faoliyat yuritmoqda. Qishloq xo'jaligida esa hududda qovun va sabzi yetishtirilayotgan xo'jaliklarda bu yil hosil yaxshi. Shunga yarasha foyda ham olish niyatidamiz, deydi dala boshida hosil yetishtirayotgan dehqon. Men Naymon mahallasida oqsoqol bilan hokim yordamchisiga murojaat etib 1 gektar yer oldim. Shu yerga Andirxon qovunni ekdik. Shundan keyin bilan yetishtirdik. Umuman hududda olib borilayotgan ishlar bugungi kunda odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashi borasidagi amaliy ishlarning natijasi desak, haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ayollar daftari bo'yicha ko'rsatilgan yordamlar tufayli bugun yurtimizda hayotidan rozi xotin-qizlar safi kundan kunga oshib bormoqda. Ularning ko'pchiligi ishli bo'lib, ro'zg'origa baraka kirayotgan bo'lsa, yana aksariyati o'z tadbirkorligini yaratib, mahalladoshlari, qo'ni-qo'shnilarning bandligi ta'minlanmoqda. Shu bois Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida tumandagi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga tashrif buyurdik hamda oila va xotin-qizlar lavozimda faoliyat yuritib kelayotgan Tajimurat va Muqaddas Satibaldiyevaning bir kunlik ish rejasi bilan tanishdik. Men muhtaram prezidentimizning PF 87-farmoni bilan va 146-qarori bilan 2022-yil may oyidan farmon asosida ishga qabul qilinganman. Men iloji boricha mahallamizdagi ishsiz bo'lgan ayol qizlarni o'zlarini band qilish uchun kasb hunarga o'qitish va albatta o'zlarining uy sharoitida o'tirib o'zlarini ish bilan ta'minlash uchun qo'limizdan kelgancha mahalla fuqarolar yig'inidagi xodimlari bilan birgalikda yordam berishga harakat qilamiz. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan ayollar soni 3500 nafarni tashkil qilib, shulardan 25 nafari tadbirkor, 6 nafari hunarmand. Kasb hunarga o'qigan ayollar soni 40 nafarni tashkil qilsa, tadbirkorlik faoliyati uchun kredit olgan ayollar 51 nafarni, kasanachilik bilan shug'ullanuvchilar 6 nafarni, o'z-o'zini band qilgan ayollar esa 98 nafarni tashkil qiladi. Ayollar daftari sabab bugun ehtiyojmand xotin-qizlarning arzlari tinglanib, qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Xususan, uy-joylari ta'mirlab berilib, davlat tomonidan kredit ajratilib, kambag'allikdan asta-sekin chiqarilmoqda. Ayniqsa, qaramog'ida nogiron farzandi bor, boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlarning yashash sharoitlari o'rganilib, ularga ham moddiy, ham ma'naviy yordamlar ko'rsatilib kelinayotgani quvonarli holdir. Do'stlik mahallasidan maktab va barnoma ayollar daftarida do'kon kredit aldım, o'zim ish faoliyatimni boshladim. Shogirdlarim bor. Prezidentimize kattadan katta rahmat shu ayollarni qo'llab-quvvatlab turganidan. Kredit olib o'z tadbirkorligi sabab ro'zg'origa moddiy yordam berayotgan ayollar orasida issiqxona, tikuvchilik, parandachilik va oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi ochganlar ham mavjud. Berilgan imkoniyatdan unumli foydalanib kelayotgan ayollar o'z oldilariga yana yangi maqsadlarni qo'yishmoqda. Mohinur To'rabayeva, Azizbek Rajabbayev, TTV telekanali uchun To'rtko'ldan maxsus. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog'-omonlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.